الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya Rabbal Alamin. Bugün sözleşmek olan mezmunumuz olsa sadakatul fitr mezmunu. Aldı bilen biz bu sadakatul fitr hakkındaki hadislerini sözle biteyli. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet kılınan bir hadiste uzatmadaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitr zakatını hurmidin bir sa, apidin bir sa farz kıldı. Bunu kimga farz kıldı dese her bir kul, azat, erkek, ayal, ayal, çoğun küçük Müslümana farz kıldı. Buna kaçan ada kılış gerek dese ve bu fitr zakatını kişiler Eid namazı okuşqa çıkıştın burun ada kılışqa buyurdu deydi. Demek biz bu hadisten alıdığan birinci hüküm fitr zakatının hükmü nima dese yani vacip. Gedenge vacip degan gap. Farz ameli. Bizde farz ameli, farz ilmi deb ishqil farz var. Yani bunu amel qilish farz. Amel qilish farz degan farzlar. İkincisi buniki miqdori qanchalik desa agar xurma apa demekçi bu Allah bir sa yani hazır tahminen kaç fiyat kesir sandalye alavatqanda 4 kilo 4 kilo hurma yoki 4 kilo apa. Endi buni kimlarga degan vojib bo'ladi desa qul bo'lamdi, ozod bo'lamdi, er bo'lamdi, ayol bo'lamdi, cho'ng bo'lamdi, kichik bo'lamdi demak hamma odam beshig'i jinova odamning hammasiga vacip degan gap. Qachon ado qiladi desa, buni Eid namozdan burun ado qilinadi deydi. Hamda Eid namozdan burun degan gap hamda qancha Eid namozdan burun degan gap shu tong atib eng yaxshi vaqti Eid kunisi tong atgandan keyin Eid namozi o'qib bo'luvchi oylik shu vaqti, ya'ni vojib bo'lgan vaqti. Ammo uni ilgari bo'lsa, bir kun, ikki kun ilgari bo'lsa bo'ladi. Sahobalar bir kun, ikki kun ilgari bo'ladi. Ammo Ramazonning ichida oldin olib yotganini ba'zanlar bo'ladi deydi, ba'zanlar bo'lmaydi deydi, ixtilof bor. Eng afzali o'sha Eid kunisi bo'lgan eng afzal vaqtida bo'lgan bo'ladi. Ammo bir odam Eid kunisidan keyin o'tib kelsa gadanni saqlamasa saqlamaydi. Gadanni farz uning gadinda qarz qilib qilaveradi. Xo'sh, ikkinchi hadis Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat uzatmoqda dedi. Biz fitr zakatını yemeklikten yani qanday yemek desa mesela apidin yoki xurmidin yoki qurutdan yoki quruq uzumdan bir sa chiqaratdik. Yani taxminan hozirgida 4 kilo. Hem de bunu şu miqdarını hozirgi zamanda pul sunduğanlar 20 riyal deb sunduğanlar var. En tuvan xurminin en azını hesaplab mesela 5 riyaldan bo'lsa 4 kilo xurma en azan xurma 20 riyal deb hesaplaganlar var. 20 riyaldan yuqori bo'lsa bo'ladi agar pul berman deganlar. Ammo afzali shu narsaning o'zini bergan afzal. Shu xurma, quruq uzum, buğday deganlarning o'zini bergan afzal. Ammo men pulini berman desam bo'ladi. Lekin mazhabda ba'zilar agar buning qiymatini bilish fikr uchun foydali bo'lsa, qiymatini bilish afzal deganlar bor. Ama nasda kelganda shu narsa bilinsin degan. Ammo guruch degan gap yo'q. Ammo nasda guruch bersin degan gap yo'q. Ammo guruch bersam bo'ladi. Buni yemakdan qatorga tiqib. Guruch bersa bo'ladi deganlikning o'zi qiymatini bersa bo'ladi degan bilan o'xshash. Chunki hadisniki tekstida xurma, apa, buğday, quruq uzum qatorliqlar tilg'alangan. Bundan boshqasini belki bo'lmaydi deganlar çok shuni bilish kerak. Ammo gulushni bersa bo'ladi, qiymatini bersa bo'lmaydi degan bu gap kod gap, mutakdoli bo'ladi. Undan keyin Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytgan hadisda zot bunday dedi. Ramazonning oxirida sizlarning ro'zunglarning sadaqatini chiqaringlar. Ramazonning oxirida demak, sadaqat fitr qachon vojib bo'ladi? Ramazonning oxirida vojib bo'ladi degan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sadakını xurmidin bir sa, apidin bir sa, buğdaydın yarım sa. Her bir azat, kul azat, er ayal, çok küçük adamın geldiğinde vacip kıldı, Müslümanın geldiğinde vacip kıldı deydi.
Demek mahadistiki fark biraz fark yani buğday begelle yerim sabası buludu degan gap. Çünkü şu vaqtida 1 kilo 4 kilo xurma bilan 2 kilo buğdayning bahası o'xshaydigan qimmati şu vaqtida. Shunda bo'lgandan keyin chunki bir sa degan gap shu 4 kilo taxminan 4 kilo xurma patadigan bir das, bir kemçe, bir kemçe. Mushu kemchiga şu ig'irlikda masalan bir kemchi shu kemchida kelgan liq bir kemchi kelgan xurma ig'irligi yarim sa shu kemchida yerim kelgan buğdayning ig'irligiga o'xshash chiqadi ekan. Chunki buğdayning danchalari kichik, xurmaning danchalari cho'ng bo'lganligi uchun. Bu hozirgi zamonda litr desak bo'ladi, litr hisobi bilan. Endi İbn Abbas radhiyallohu anhudan yana bir rivoyat qilingan hadisda endi shu bizga sadaqatul fitrniki hikmatini bayon qilib berdi. Sadaqatul fitrning hikmatini. Peygamber sallallohu alayhi vasallam fitr sadiqasini, fitr zakatini farz qildi. Nima uchun desa, ya'ni ro'zadorlarning ro'zasini baka gap qilgan behudi gaplardan, ro'za tutib turib behudi gap qilib solgan xatoliklardan va sadga qilib solgan qabih, sadga qilib solgan xatoliklardan ro'zani pokizlash uchun. Birinchi illati. Ikkinchi sabab bo'lsa, miskinlarga tamoq qilib berish uchun. Mana mushu ikki illatni bayon qildi. Payg'ambar alayhisolamniki sadaqatul fitrni farz qilishiga sabab ro'za tutib turib xalqning g'aybatini qilib solgan, tillab solgan, sadga qilib solgan bunday gunohlarimizni, ro'zimizni pokizlash. İkincisi miskinlarga tamoq berish. Miskinlarga shu bir kunlik, ya'ni hayit kunisi bir kun boshqalardan bir narsa so'rab tamoq tilab yurishniki oldini ola oladigan. Shu miskinning bir kunlik tamog'i bo'lsa bo'ladi endi o'rtoq hisobda. Bir kunlik tamog'i bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa 40 riyal bo'lsa, 2 vaqt tamoq yeyilsa afzal. Bo'lmasa 20 riyal hamda. 20 riyalga bir dona bu yerda bir shivoya polosi bilan yerim shivoya keladi. Shu yerim to'qi poloni 20 riyalga olib, shuni ikkinchisi balkim qo'shqa tuyadaymiz hamda eng tuvan chekamda. Bo'lmasa shu oshning o'zini taqasin bo'ladi deydi. Oshning o'zi taqasin bo'ladi. Qaysi fikrga qaysi qulaylik bo'lsa shuni taqatgan afzal. Lekin hammasi durust yani. Eng afzali shu narsaning Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nasl degan narsaning o'zini taqatish eng afzal. Endi Abdullah ibn Sa'laba radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda uzat mundaq deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: sadaqatul fitr buğdaydan bir sa. Her ikki odam kifoya qiladi, ya'ni cho'ng kichik, qul ozod, ayol her bir odamdan bir sade yoki demek bir sa buğday ikki odam kifoya qiladi. Ya'ni demek her bir odamga yarim sa buğday degan gap. Demek biz bu yerda diqqat qilgan bir ya, o'sha hadisda ikki xil hadis kelgan. Biri buğdaydan yarim sa. Bu Hanefi mezhebi. Qolgan mezhebdagilar hammasi buğday bilan nima ba'zi bir sa biladi deydi. Lekin hadislarning o'zi şu buğdaydan yarim sa ekanligini kuchlantirib turadi. Yuqoridagi hadis muhaddis hammasi buğday ba'zi yarim sa, xurma apa ba'zi bir sa degan hadis kuchlantirib turadi. Endi kimlarga vojib bo'ladi bu desa, yuqorida aytildi. Ammo nima uchun? Tamam. Qulluqma vojib bo'ldi ekan, kichik balig'imi vojib bo'ldi ekan, buni kim to'laydi desa, bu qulniki xo'jayin to'laydi, kichik balig'ning dadasi to'laydi. Endi namrat odamligimi vojib bo'lgan buni qaraganda qanday bildi desa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydiki, boylaringlarni Alloh taolo tozalaydi. Boylarning tutqar o'zlarini tozalab beradi. Namratlaringlarchi desa, namratlaringlarga yana ko'plab qaytarib beradi. Namratlarni biladi, ammo namratlar bergan narsani yana boylar namratga beradi, yana ko'plab qaytib keladi. Da Payg'ambar sözü demek ki sadaqatul fitrni hamma odam bilish kerak. Jon egisi bo'lsa, mushqa tug'ilgan boladan tortib, hammasi mushqa tug'ilgan bolalarniki dadalari, veli amirlari biladi. Qullar hozir yo'q endi. Ammo ayollar bilan cho'ng bolalarnikini ayollar o'zining melidan chiqarish kerak. Ayollar o'zining xos melidan chiqarish kerak. Cho'ng bolalar o'zi chiqarish kerak.
Ama kichik bolalarnikini dadasi chiqaradi. Mana bu shu sadaqatul fitrga oid bo'lgan masalalar. Endi oxirgi bir masala hayit kunisining ikki hayitning bir kunda jam kelib qilish masalasi. Ikki hayit. Ya'ni mesela ro'za hayit namozi bilan inshaalloh bizning ro'za hayit juma kuni bo'ladi. Ata. Juma kunida jam kelganda ro'za hayit namozi va juma namozi ikki hayit jam kelib qolgan kun. Bunday kunda qanday qilish kerak desa, bu kundagi masalada birinci hayit namozi sunna muakkad. Hayit namozi sunna muakkada. Juma namozi farz, ayn. Çünkü cuma namozi haqida uch oshkor Qur'on oyat nozil bo'lgani bo'lsa, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi va dharul bay'. Amma hayit namozi haqida uch oyat nozil bo'lmagan, hadislar bilan sabit bo'lgan. Shuning uchun hayit namozlar ba'zan mazhabda vojib, lekin ko'p sonli mazhabda sunna muakkada. Endi bir adam hayit namozi o'qisa, uning gardinidan juma saqit bo'lmaydi. Nima ish qilsa, sunnat farzni amaldan qoldirolmaydi. Sunnat farzni amaldan qoldirolmaydi. Qur'oni Karimning oyati naq oyat bilan sabit bo'lgan jumaning farzligini hadis orqali kelgan hayit namozi nima qilinmaydi? Amaldan qoldirib o'tilmaydi. Shu qoidani bilib olish kerak. Shuning uchun hayit namozi kuni ikki hayit o'qiladi. Cuma ham o'qiladi, nima ham o'qiladi, hayit namozi ham o'qiladi. Birini o'qib bo'lsa, birini o'qimasa bo'ladi degan gap butunlay usul qoidasiga qarama-qarshi. Ya'ni Qur'oni Karimning naq oyatini uning qarama-qarshi kelgan hadis sababdan qoldirolmaydi. Shuning uchun shu ishga sal qaramaslik kerak. Cuma namozini, hayit namozini o'qish kerak va juma namozini o'qish kerak. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.